Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar. Yaxshimsizlar? Dunyo qurultiyi to'r televiziyasining kunlik xabarlar programmasiga hammanglar xush kelibsizlar. Men İftixor Abdurashid. Bugun seshanba. Hurmatli ko'ruvchilar, tövəndə diqqətinizlər kunlik xabarlar programmamızning tafsilotida bo'lsin. Uzun yillardan buyon Xitoy Xalq Cumhuriyati qurilgan 1-oktyabrni Uyg'ur xalqining motam kuni deb chakarlab, butun dunyo miqyosida Xitoyning ishg'oli va zulmiga qarshi izchil turda qarshilik harakatlarini davomlashtirib kelgan Dunyo Uyg'ur qurultiyi va har qaysi ellardagi Uyg'ur tashkilotlari bu yilmi yana 1-oktyabr motam kuni munosabati bilan har qaysi ellarda Xitoy qarshi keng ko'lamli norozilik harakatlarini uyushtirish orqali kommunist Xitoy hokimiyatining vatanimiz Sharq Turkiston ishg'ol qilganligining 75 yilligiga bo'lgan qarshiligini bildirish bilan birga o'zlarining erkinlikka, hurlikka va milliy mustaqillikka bo'lgan kuchli orzularini yana bir qatam xalqaro jamoatchilikka anglitishga tirishdi. Qozog'iston, Kanada, Amerika, Avstraliya, Yaponiya, Turkiya va Yevropa ellarida turli shaklda o'tkazilgan norozilik va xotirlash faoliyatlarida o'rtaq holda 1-oktyabrning Sharq Turkiston xalqi uchun yangi bir mustamlikachilikning va yangi bir zulm davrining boshlangan, Uyg'urlarni asos qilgan Sharq Turkiston xalqining o'z-o'ziga xo'ja bo'lib mustaqil yashash orzularining va haqlarining zo'rliq kuch bilan tortib olingan motam kuni ekanligi. Shundaqla Sharq Turkiston xalqining o'tgan 75 yilining ishg'ol, talon-taraj, besim, zulm, qirg'inchilik, milliy yo'qotishga uchrash bilan o'tgan zulmatlik 75 yil ekanligi ta'kidlanish bilan birga, xalqaro jamoatchilikdan Uyg'ur xalqining o'z taqdirini o'z belgilab mustaqil va hur yashash orzulariga hurmat qilish talab qilindi. 29-sentabr kuni Dunyo Uyg'ur qurultiyining Qozog'istondagi oliy maslahatchisi Qahramon Xo'jambardi, Qurultay ijroiya komitetining muavin raisi Erkin Ahmedov va qurultayning Qozog'istondagi vakillarining boshlamchiligida Qozog'istondagi bir turkum Uyg'ur jamoat vakillari Olmati shahrining Sultonqo'rg'on mahallasidagi qo'rg'on restoraniga jam bo'lib, Uyg'ur xalqi uchun motam kuni bo'lgan bu qor kunda vatan haqida xotirlash faoliyati o'tkazdi. Bu marosimga Dunyo Uyg'ur qurultiyining Qozog'istondagi vakili Rahimjon Mansurov riyosatchilik qildi. U Xitoy hokimiyatining uzun yillardan buyon Uyg'uristonda qirg'inchilik siyosatini yurgizib, Uyg'urlarni butkul millat sifatida yo'qotishga urinayotganligini, butkul dunyodagi Uyg'ur jamoatining buningga qattiq qarshilik bildirayotganligini o'tirib qo'ydi. U yana Qozog'istondagi mumkinchiliklardan to'g'ri o'rinliq foydalangan holda Dunyo Uyg'ur qurultiyining Qozog'istondagi vakillarining faoliyatlarini tiqim jonlantirishning zarurligini bildirdi. Orqadan Qahramon Xo'jambardi apandim 3 masala bo'yicha, ya'ni Xitoyning 1-oktyabrdagi davlat bayramining Uyg'urlar uchun motam kuni hisoblanganligi, xalqaro vaziyat va Uyg'urlarning navbatdagi masalasi, Dunyo Uyg'ur qurultiyining Patarida o'tkazilmoqchi bo'lgan 8-qurultiy to'g'risida doklad berdi. Murosim oxirida vatanning ozodligi va erkinligi uchun o'z hayotini qurbon qilgan shahidlarga atab Qur'on tilovat qilindi. 1-oktyabr bu mavzuning tananmin ravig'ida Xitoy Cumhuriyati qurildi deb e'lon qilgan. 1949-yil 1-oktyabr kuni. Mushu oyning 10-chislosi 10-oktyabr kuni Xitoyning eng bir tarafdan ilg'or generali, bilimli jangovar general Mendexoyn boshliq 120 ming askar Shego koridordan o'tib Qumulda Uyg'ur chegarasini besib kirgan kun 10-oktyabr. 55-yili 1-oktyabr kuni mavzuning attay siyosiy nuqtai nazardan va Uyg'ur masalasini hisob qilib, uning qanchalik muhim ekanligini 1-oktyabr kuni Uyg'uristonda, Sharq Turkistonda atalmış Uyg'ur avtonom rayonini qurgan kun. Biz qurultay Doğuqun aysa nima qildi? Doğuqun aysa ush keyingi vaqtlarda Uyg'uriston, Sharq Turkiston kommunist Xitoy tarafidan 1949-yili shu oktyabrda bisingan zemin deb Birleşken Devletler Teşkilatı'nın bexatarlik kengişida qaror alg'izishni ve Amerika'da bir ilg'or davlatlarda, demokratik davlatlarda qonun chiqarishni ilgari suryapti. Chunki Tibetga to'g'ri VDT'ning qarorim bor, Amerikaning qonunim bor. Shuning uchun Amerika Kongresi har yili $100 milyon bölündü Tibetga. Bizning da'vo xalqaro prinsip norm bo'lganlikdan biz qonunlashtirishimiz kerak. Mana hozir Uyg'urlar to'g'ri Amerika ishki qonunini chiqardi. Yaxshi, bak ta'sirli, ammo bu yetarli emas. Mushu nuqtai nazardan 1-oktyabrni bilish kerak. Xitoyning qurgan kuni biz uchun tragediya. Shu kundan tortib mana bugungacha qirg'inchilik bo'layotgan,
din tarafından olsun, til tarafından olsun, hayatın hem sahasında hazır Uygur'a karşı Uygurların milli kimliğini yok tuş hareket tutmadır. 29 sentabr günü yana Amerika'nın Los Angeles'taki Uygur, Tibet, Hong Kong, Tayvan ve Demokratik Xitay grupları Xitay konsulxanası aldida birleşme namoyish ötküzüp, Xitay kommunistik hakimiyetining 75 yillik mustamlikaga ve zulmiga norozilik bildirishdi. Namoyishda Uyg'urlarga vakolatan so'z qilgan Dunyo Uyg'ur qurultiyi diniy ishlar komitetining mudiri Mutalliq Qurbon apandim, mustabid kommunist Xitay hakimiyetining vatanimiz Sharq Turkistonni ishg'ol qilgan 75 yildan buyon Uyg'urlarga yurgizayotgan zulm ve irqiy qirg'inchilikqa la'nat o'qish bilan birga Amerika başçılıqidagi demokratik ellarni ve xalqaro jamoatchilikni mustabid Xitoy hokimiyatining Sharq Turkistonda Uyg'urlarni asos qilgan Turkiya xalqlariga qarata rəhimsizlarcha yurgizayotgan irqiy qirg'inchilik va boshqa jinoiy qilmishlarni to'sib qilish uchun Xitoyga qarshi jiddiy harakatga o'tishga chaqirdi. Free Tibet! Free East Turkestan! Free East Turkestan! Close concentration camps! Bugun, ya'ni 1-oktyabr kuni har qaysi ellardagi norozilik harakatlari yuqori pallaga chiqdi. Oldi bilan 1-oktyabr tushdan burun Markaziy Turkiyadagi Sharq Turkiston tashkilotlar birligining uyushtirishi bilan Xitoyning Istanbuldagi konsulxonasi oldida Xitoy kommunistlarining vatanimiz Sharq Turkistonni ishg'ol qilganligining 75 yillik munosabati bilan keng ko'lamda namoyish o'tkazildi. Namoyishga Turkiyada faoliyat olib berayotgan Dunyo Uyg'ur qurultiyi vaqtini o'z ichiga olgan ko'plagan Uyg'ur tashkilotlarining mas'ullari, parlament a'zolari, Türkiye'deki siyasi ve ommaviy tashkilotlarning vakillari ve İstanbul'da yaşayotgan Sharq Turkistonlik vatansuvar qarindoshlarımızdan bo'lib ko'p sonli kishi qatnashdi. Namoyishda so'z qilgan Sharq Turkiston tashkilotlari birligining raisi Hidoyatullo O'g'izxon, elga tonilgan jamoat arbobi Abduqodir Yapjan, Dunyo Uyg'ur qurultiyi vaqtining raisi Abdurashid Abdulhamid ve boshqa siyosiy arboblar Uyg'ur xalqining mustaqillikdan boshqa chiqish yo'lining aslo yo'qligini ta'kidlash bilan birga Turkiya hukumatini Uyg'ur musofirlarga yanama yaqindan ega chiqishga ve Uyghur irqiy qirg'inchiligini to'sib qilish uchun Xitoy qaratgan besimini yanama oshirishga chaqirdi. Bağımsız Doğu Türkistan! Yaşasın bağımsız Doğu Türkistan! Yaşasın bağımsız Doğu Türkistan! Hak, hukuk, adalet, Türkistan'a hürriyet! Hukuk, adalet, Türkistan'a hürriyet! 1-oktyabr tushdan keyin Yevropa Sharq Turkiston birligi tashkilotining uyushtirishi bilan Xitoyning Germaniya Myunxen shahridagi konsulxonasi oldida namoyish o'tkazildi. Yevropa Sharq Turkiston birligi tashkilotining raisi Asqarjon apandimning riyosatchiligida o'tkazilgan va Istiqlol marshimiz bilan boshlangan namoyishga Dunyo Uyg'ur qurultiyining Myunxen markazidagi bir qism rahbarlari va Myunxen shahrida yashayotgan bir qism Uyg'ur jamoati ishtirok qildi. Assalomu alaykum. Dunyoning har qaysi ellarida yashayotgan aziz qarindoshlarimiz, bugun 1-oktyabr mana hozir Xitoy elchixonalari o'zininki mustabid istibdod lukchak hokimiyatininki 75 yilligini tabriklayotdi, tantana qilyotdi. Ammo biz Uyg'ur xalqi uchun bugun bir motam kuni. Ya'ni yangi bir zulmning boshlangan kuni va yangi bir mustamlikachilik davrining boshlangan davri. 75 yılga nazar sağınımızda Uygur halkının bu ötken 75 yıllık hallık köz yeşi töküşüyle öttü. Yani Xitay mustabid hakimiyeti bu 75 yılın yağı halkımızı samğan zulümdür kanmıdı. Halkımızını bastırdı, zulüm saldı, baylıklarını talaştıran kıldı, milli medeniyeti yokattı, mağarifini Xitaylaştırdı, mecburi cinsizlaştırdı. Ve paydan-pay terakki qilib hozir mana Xi Jinping davri kelgan vaqtida bu rasmiy butun dunyoni chizgan, dunyoni zilzilga solgan irqiy qirg'inchilik va insoniyat qarshi jinoyatga aylandi aziz qarindoshlar. Mana bugun dunyoning har qaysi joylaridagi Uyg'ur tashkilotlarimiz mustabid kommunist hokimiyatining vatanimiz Sharq Turkistonni besib olganligining 75-yilligini norozilik bildirish uchun hamma yerda Taki Qozog'istondan tortib, mana bir qancha kundan yağı Qozog'iston, Kanada, Amerika, Avustraliya, Yaponiya, Türkiye, mana bugun Germaniya ve Angliya ve Yevropaning boshqa davlatlarida o'zlarining mustabid kommunist hokimiyati bo'lgan noroziligini ifoda qilish bilan birga
Şarq Türkistan xalqininki, Uyg'ur xalqining jumladan milliy mustaqillik bo'lgan orzusini, umidlarini va kuchli talabini bu yerda dunyo jamoatchiligiga, xalqaro jamoatchilikka qaytadan bir tuyg'uzish uchun harakat qilyaptilar. Aziz qarindoshlar, men mush fursatdan foydalanib, Dunyo Uyg'ur qurultiyiga vakolatdan mushu 1-oktyabr norozilik namoyishini uyushtirgan, faoliyatlarini uyushtirgan bütün dünyanın her qaysi joylaridagi Uyg'ur tashkilotlarimizga va uning fidokor a'zolariga va bu namoyishlardagi norozilik faoliyatlariga bütün vujudi bilan qatnashgan, uni moddiy va ma'naviy jihatdan qo'llagan fidokor qarindoshlarimizga alohida takrar rahmatimni bildiraman. Bu Qozog'istondek bir davlatda, ya'ni Xitoyning shunda qattiq bismi, hukumatning chekimisi qaramasin, aşağıda Qozog'istonda yana bizning Dunyo qurultiyining oliy mas'uliyati Karman G'ujambadi boshchiligidagi qurultay vakillarining jasorat bilan o'tirib chiqib, yana aşağıda bizgan jamoatni yig'ib, vatanimizning ishg'ol qilinganligining 75 yilligini Olmata shahrida yerda xotirlaganligimi haqiqatan hammamizni g'ururlantirgan, jasoratlantirgan, ishg'ollantirgan bir ish. Aziz qarindoshlar, biz bu 75 yillik mustamlik tariximizga qaraydigan bo'lsak, bizningki birdan bir chiqish yo'limiz ekanligini faqat milliy mustaqilligimizni asliga keltirish, Uyg'ur xalqining o'z ta'dini o'z belgilash huquqini asliga keltirish ekanligini bu yerda to'liq ko'rib yetarlimiz. Aziz qarindoshlar, shu Xitoyninki ta'tir tashviqotlarga aldanmayli, Xitoyninki irqiy qirg'inchilik jinoyatini yushirishni olib berayotgan ta'tir tashviqotlarga aldanmayli, Xitoyning umidini kutilmagan, hatto umid kutayotgan qarindoshlarimiz kallasini silkib etish kerak, uyg'onish kerak, vatanga guldirlab berib Xitoyning tashviqotiga aldam xaltasiga tushib, vatanga berib, bu yerda chet ellarda yapirilayotgan Uyg'ur milliy harakatining obrazini xalqarada unutmaslik kerak, kallasini silkib etish kerak. Aziz qarindoshlar, biz hamon shunday qizchil turli o'zimizning kurashni davom ettirgan bo'lsak, hamon bir kun inshaalloh cho'qim o'zimizning milliy mustaqillik g'oyamizga cho'qim yetimiz. 1-oktyabr tushdan keyin Berlin vaqti 4dan 6gacha Dunyo Uyg'ur qurultiyi bilan Germaniyadagi Tibet, Hong Kong tashkilotlarining uyushtirishi va xatar ostidagi millatlarni qo'g'dash tashkiloti, Germaniyada yangidan qurilgan davlat xalqini bostirishga qarshi turish birligi qatorliq kishilik huquq tashkilotlarining hamkorlashishi bilan Berlindagi Xitoy elchixonasi oldida birlashma namoyish o'tkazildi. Bu qatimqi namoyish dal Xitoy elchixonasida har qaysi davlatlarning diplomatlari va Germaniyaning yuqori darajalik siyosiy arboblaridan bo'lib, bir qancha yuz kishining qatnashishida Xitoyning davlat bayramini tabriklash ziyofati o'tkazayotgan vaqtga to'g'ri kelgani uchun Germaniya matbuotlarining kuchli diqqatini qo'zg'adi. Namoyishda so'z qilgan Dunyo Uyg'ur qurultiyi Berlin ishxonasining direktori G'ayur Qurban apandim, mustabid kommunist Xitoy hokimiyati vatanimiz Sharq Turkistonni ishg'ol qilgan 75 yildan buyon Uyg'urlarni asos qilgan yerli xalqlarga elib kelgan balay ofatlarni qisqacha eslatib o'tdi va Xitoyning zulm siyosatining uzluksiz taraqqiy qilib, bugungi Sharq Turkistonda Uyg'urlarni asos qilgan yerli xalqlarni tubdan yo'qotishni nishon qilgan zo'r ko'lamli irqiy qirg'inchilikqa aylanganligini ta'kidlash bilan birga, Germaniya hukumatini Uyg'urlarning masalasiga tig'im yaqindan ko'ngil bo'lishga, Germaniya parlamentini Amerika boshchiligidagi davlatlardan ilgilib, Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini qabul qilib, qaror ma'qullashga va hukumatni irqiy qirg'inchilik ilib berayotgan Xitoyga qarshi tig'im unumli jazo va embargo tadbirlarini yo'l qo'yishga chaqirdi. Assalomu alaykum hurmatli qarindoshlar. Bugun biz Xitoy Germaniyadagi Xitoy elchixonasining oldida 100 ga yaqin Uyg'ur, Tibet, Hong Kong va Xitoy demokratchilar bo'lib namoyish qilyapmiz. Bugun hammanglar bilgandekidek, aziz vatanimiz Sharq Turkiston mustamlik bo'lganligining 75 yili bo'lib hisoblandi. Biz bugun bu faoliyatimiz orqali Xitoy hukumatiga Uyg'ur irqiy qirg'inchiligiga davomlashayotgan bugungi kunda Xitoy hukumati Uyg'urlarningki erkinlikka bo'lgan talpinishi va orzusi yo'q edi deb qon so'rayotgan bu kunda biz bu yerda o'zimizniki bayroqlar orqali, o'zimizniki florlar orqali bizningki erkinlik bo'lgan talpinishimiz, erkinlikka va hurlikka bo'lgan talpinishimizning yo'qmaganligini biz bu yerda o'zimizniki Taki mukaddes vatanimiz azat bo'lguncha, o'zimizning hurligi va erligi qo'limizda tep bo'lguncha turishimizni adab davom ettirishimizga o'tmoqchi. Onundan başqa yana 1-oktyabr Kanada, Amerika, Angliya va Yevropaning bir qism davlatlarida keng ko'lamli namoyishlar o'tkazildi. Bu qatimqi xabarlarning tafsilotini keyin qitimliq anglashimizdan voqif bo'lgaysizlar. Hurmatli ko'ruvchilar, yuqorida diqqatingizga kunlik xabarlar programmamizning tafsilotini sundik. Kelar qitimliq sonimizgacha ko'rishgacha omon bo'lgaysizlar. Stansimizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.